Shahram G'iyosov chempionlik kamarlari uchun ringga chiqadi do'stlar. Ha, raqibi aniq. Xudo xohlasa shu yilning avgust oyigacha jang belgilanishi kerak. Uning raqibi amerikalik o'sha mashhur Jeron Ennis hisoblanadi. U ayni paytda WBA va IBF va ring kamarlarini birlashtirgan holda yengil o'sha o'rta yengil vazn toifasida mutlaq gigant bo'lib turibdi. Xullas kalom g'irt pancher bokschi, ya'ni 35 ta g'alaba, 35 ta jangi bor, 34 ta g'alaba, 30 ta nokautga ega ushbu bokschi. AQShda tug'ilgan, 97-yil bola. Xullas kalom Shahram G'iyosovda 17 ta g'alaba bor va 10 ta nokaut. Xudo xohlasa mag'lubiyati yo'q. Bo'lmasin ham. Nima deb o'ylaysiz? Ushbu jangda kimning imkoniyatlari yuqori? Ya'ni AQSh boks maktabimi yoki o'zbek boks maktabimi? Xudo xohlasa fikrlaringizni izohlarda yozib qo'ying. Shahram G'iyosov ham tan oldi, Jeron Ennis ancha aqlli bokschi dedi, lekin biz ham 20 yildan beri shunchaki yurganimiz yo'q dedi. Xudo xohlasa o'ziga ishonyapti, biz ham ishonamiz. O'zbekistonga shu yerlariga kamarlarni osgan holda aeroportda vangir-vungir qilib kirib kelish nasib qilsin do'stlar. Omad tilab qo'ying, Shahramni belgilab.